Assalomu alaykum, men atomchilar. Men uzoq turgan atomiy stal tozalarimiz yetib keldi. Buni obzor qilamiz. Buni hamma kutyapti. Birinchisiga mana tavalarimizni obzor qildik. Bu juda ham zo'r ekan. O'zim ham ishlatib ko'rdim. Bu 22 sm-ligi va 28 sm-ligini obzor qilganmiz. Bu kichkinasi. Qaranglar, qalingina, прочный, haqiqiy stal. Bu вообще ziyoni yo'q. Hozir shuni mana qozon, bu ham stal, 5 qavatli, litri 5.4 ekan. И anaqasi stal 316. Hozir bu 32 sm ekan. Bismillah. Zaraz intizorlik bilan kutib kelishini. Zavos va haybat ekan. Sekin stabildan o'tamiz. Tamam. Mana bismillah qozonni ochib olaylik. Shunaqangi mazali ishlatilgan qozonga o'rtada qopqonlari ham bor ekan. Esingizda bo'lsa, tavada qopqon chiqmasdi. Mana buni qopqonlari ham chiqdi. Mana qopqonlari. Shunaqangi прочный, вообще zo'r. Og'irgina. Mana setkalar chiqdi. Buni hozir bilmayman, kitobga qarab olamiz. Nimaligini. Mana bu kitoblarda har xil narsalar bor. Tavalari, mana kastrulli qozonlari, biz mana bu qozonni zakaz qildik. Mana bunaqa listlari ham bor ekan. Вообще zo'r ekan. Bu qasqonni listiga o'xshaydi. Menimcha famli ovqatni ham pishirsa bo'ladi. Voy, mana bunaqalari ham chiqdi. Mana bu pishirganlari, mana Koreya, shu javob chiqaradi. Koreya qizlar, hozir o'tamiz. Zo'r ekan qozonni, mana qaranglar, maza pishirdasizlar, qizlar. Mana qozonlarimizni hozir ochib ko'rsataman. Bunda qaranglar, maza qilib past oluvda ham to'g'rasizlar. Bemalol qozonni to'xtatganimiz uchun chiqarib beradi. Keyin og'irmasdan, o'tlarni, daqoqlarni, mana og'irgina, mana ichlari, mana teglari. Haqiqiy stal. Buni ishlatganlarimizdan keyin yana sizlarga aloqaga chiqamiz. Qanaqa pishgan ovqatlarimizni. Sizlarga tavsiya qilaman, obязательно mashina bilan ishlatishinglarni.